Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulshoda opa yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Biz sizni Telegram ilovasining tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Rahmat. Avvalambor o'zimni tanishtiraman. Telegram ilovasining tabriklar loyihasining boshlovchisi Fotima Hasan qizi bo'laman. Bizning loyihamizga mana bugungi quvonchli kuningizga o'zgacha bir sovg'a qilmoqlik maqsadida siz uchun tabriknoma yetib kelgan ekan. Tamam. Ushbu tabriknomani sizga o'qib eshitiraman. Undan oldin esa aytingchi, bu tabrik kimdan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Ko'p unaqa odamlarim ko'p. Taxmin qilib ko'ringchi. Taxminan apalarim bor. Albatta, ular ham sizni chin qalbdan tabriklashadi, lekin ular opalaringiz emas. Qaynotam borlar. Sal yaqin keldingiz. Kim bilmadim. Mana shu hozirda oila a'zolaringiz, farzandlaringiz va jufti halolingiz uchun eng aziz bo'lgan inson. Shu o'rinda sizga ham aziz bo'lgan inson qaynona onajoningiz Tursun Toshpadan yetib kelgan. Rahmat. Ular sizni bugun o'zgacha bir quvontirmoqlik va o'zgacha qalbingizga quvonch olib kirmoqlik maqsadida ekanlar. Rahmat. Sog' bo'lsinlar. Ilohim, bir narsani so'z boshida alohida ta'kidlashim va e'tirof etishimni xohladilar. Kelin emas, qizim dedilar. Haqiqiy qizim bo'ladi dedilar. Hech qachon kelinim o'rnida ko'rmayman, qizim deb bilamandilar va ota-onangizga mana shunday farzand ulg'aytirganliklari, tarbiya berganliklari uchun alohida rahmatlar, tashakkurlar bildirishimizni ota-onangizdan juda ham minnatdor va sizdan ham juda ham minnatdor ekanliklarini alohida ta'kidlab o'tdilar. Rahmat. Sog' bo'lsinlar o'zlarim. Ilohim, umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Ilohim, ularni yoshiga yetmoqlik, ular kabi nabira, abiralar ko'rmoqlik sizlarga ham nasib aylasin. Men ularning dilnomalarini sizga o'qib eshitiraman. O'ylaymanki, jonu dilingiz bilan eshitasiz. Albatta. Assalomu alaykum. Jondan aziz, jonajonim. Uyimizning farishtasi, nabiralarimning onasi, dilbandimning jufti haloli. Kelinim emas, qizim bo'lgan Gulshodaxon. Ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohga chin banda, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga chin ummat. Bizlar uchun esa ulug' bir ne'mat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Bu yoshlarni ko'plarni ko'ring. Allohim umringizni, rizqingizni ziyoda qilsin. Farzandim bilan qo'sha qaring. O'sha hamma orzu qilgan haj va umra safarlariga boring. Hoji ona, hoji ota bo'linglar. Sizlarga faqat yaxshiliklar tilayman. Nabiralarimni baxtiga sog' bo'linglar. Nabiralarim sizlarning baxtlaringizga. Sizlar ham mening baxtimga doimo salomat bo'linglar. Sizlarning rohat farog'atlaringizni ko'rmoqlik, yaxshi kunlaringizni ko'rmoqlik bu mening eng oliy maqsadimdir. Har tong duolarimda so'raymanki, Allohim taningizni sog', rizqingizni ulug' qilsin. Tilagim Alloh taolo yuzingizni yorug', qalbingizni keng qilsin. Qadringizni baland, so'zingizni oliy qilsin. Hayotda muvaffaqiyatli, oxiratda saodatli qilsin. Farzandlaringizni salohiyatli, rizqingizga kenglik bersin. Bandalariga suyukli qilib, biz bilgan va biz bilmaganlarga istarali qilib ko'rsatsin. Dunyoda muborak, oxiratda gunohlari mag'firat qilinganlar qatorida qilsin. Allohim xonadoningizga tinchlikni, rohatni, mag'firatni, ikromlarini sochib qo'ysin. Ro'zg'oringizga tugamaydigan,
o'zgarmaydigan ne'matlarini sochib qo'ysin. Robbim har ishingizda orzu qilganingizdan-da yaxshirog'ini, kutganingizdan-da afzalrog'ini, so'raganingizdan-da xayrlisini nasib aylasin. Farzandlaringiz umrlariga, rizqlariga, ishlariga xayr va barokatlar bersin. Farzandlaringiz rohatini rohatlarda ko'rib yuring. Ortingizda qolib xayrlari ila, ihsonlari ila, xatmi Qur'on, tilovati Qur'onlari ila, savob amallari ila eslaydigan, elga ehson berguvchi, boshi sajdada, tili va dili Allohning zikrida band bo'lgan solih farzandlar qolsin. Ikki dunyoda ham sizlarga yaxshiliklar tilayman. Hamisha Allohimning panohiga va hifz-u himoyasiga omonat topshirib, ayajoningiz deb o'z tilaklarini yakunlabdilar. Ilohim, telefon mikrofonlariga yaqinroq kelasiz, ovozingiz sal pastroq eshitilyapti. Sog' bo'linglar, boshimizga katta rahmat. Ayjon, biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Ilohim, Sog' bo'linglar boshimizga. Ilohim, bu yoshlarni ko'plarini ko'rib yashang. Mana shunday yaxshi insonlarning tilaklari va yaxshi insonlarning qurshovi sizga hamisha hamroh bo'lsin. Bu yoshlarning ko'plarini ko'ring. Biz ham sizni loyihamiz tomonidan chin qalbdan tabriklaymiz. Yaqinlaringizdan ko'radigan quvonch, shodliklaringiz abadiy va bardavom bo'lsin. Orangizdagi mehr-oqibatga ko'z tegmasin. Yaxshi kunlarda bir-birlaringizni mana shunday quvontirib yurish hamisha sizlarga nasib aylasin. Rahmat katta, loyihaga. Muborak bo'lsin. Ummat bo'lgan kuningiz, shukrona kunlarni yaxshi kayfiyatlarda o'tkazib oling. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat katta. Sen ko'kdagi nurli yulduzim, quyosh kabi parlagan ko'zim. Sen ko'kdagi nurli yulduzim, quyosh kabi parlagan ko'zim. Chin yurakdan qutlayman seni, tug'ilgan kuning muborak qizim. Chin yurakdan qutlayman seni, tug'ilgan kun muborak qizim. Tavallud kun muborak qizim. Muloyimsan, mehribonimsan, sen g'ururim hamda orimsan. Muloyimsan, mehribonimsan, sen g'ururim hamda orimsan. Baxting so'rab duo qilayman, tug'ilgan kun muborak qizim. Baxting so'rab duo qilayman, tug'ilgan kun muborak qizim. Tavallud kuning muborak qizim. Beozorim farishtam meni, har bir ishda sarishtam meni. Beozorim farishtam meni,